Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan juda ham foydali bo'lgan nonushtalardan birini tayyorlab ko'ramiz. Mazkur nonushtamiz nafaqat foydali, balki to'yimli ham hisoblanadi. Ayniqsa dieta tutayotganlar uchun juda ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Mazkur nonushtamiz uchun bizga Ginnesning rekordlar kitobida eng foydali meva deb tan olingan avokado kerak bo'ladi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Avokado nafaqat vitaminlar, minerallar, sog'lom yog'larga boy, balki u insonda to'qlik hissini beradi va bu albatta dietadagilar uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Avokadoni issiqlikda ko'p ushlab turib bo'lmaydi va uni xom holatda yeyish tavsiya etiladi. Narxi ham unaqa qimmat emas. Supermarket korzinkalardan bemalol topsangiz bo'ladi. Avokadoni qobig'i bilan iste'mol qilib bo'lmaydi. Shuning uchun qobig'idan ajratib olib, bemalol salatlarda ham ishlatsak bo'ladi. Nonushtamiz uchun avokadoni mana shunday to'rtburchaklarga bo'lib, idishga joylashtirib oldim va ko'katlarni ham maydalab to'g'rab, ustiga qo'shib oldim. Ha, aytgancha, mevaning urug'ini tashlashdan oldin shoshilmang. Urug'ini yaxshilab quritib, kukun holida ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu organizm uchun juda ham foydali bo'lib, eng yaxshi antioksidantlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Aralashmamizga 2 dona qaynatilgan tuxumni ham solib oldim. Oxirida kolbasa ta'mini beruvchi sirlardan qirg'ichdan o'tkazib solib olamiz va ozroq sut qo'shib blenderdan mana shu tarzda maydalab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek aralashmamiz ham tayyor bo'ldi. Men bunga tuz qo'shganim yo'q, chunki men tuz kam holatda iste'mol qilishni yaxshi ko'raman. Aralashmamizni qora nonga yoki suxari quritilgan nonga surtib yesangiz ayni muddao bo'ladi. Mana azizlar, nonushtamiz ham tayyor bo'ldi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, tanishlaringizga jo'natib qo'ying va albatta meni duo qilishni unutmang.